ixlosmandlari, umuman Afsanshin Nabiyev ixlosmandlari bugungi video roligimizga o'sha ko'plab kelgan savollar ichida bir o'zimizga ma'qul kelganini javob berishimiz kerak. Ya'ni juda ham ko'plab bitta savol qaytarilganligi uchun o'sha savollarga javob beramiz. Ya'ni bir ikkita savollar bor. Juda ham ko'p qaytarilgan. Xo'p, birinchi savol. Hozir sezon, sava sezon, kokil sezon, yana bir har xil qushlarning sezoni. Shu sababdan birinchi kelgan savol juda ham ko'p qaytarilgan gibrid masalasi. Ya'ni gibrid olsak bo'ladimi? Gibrid oshirsak bo'ladimi? Kanalikani modasini qanaqasini olib qo'shgan ma'qul? Mramor qo'shgan ma'qulmi? Yana krasniy derevo qo'shgan ma'qulmi? Pepel moda qo'shgan ma'qulmi? Shunaqa savollar. Qisqagina qilib javob beradigan bo'lsa, bu savolga umuman o'zi har bir narsani men doim aytib o'taman. Alloh o'z jufti bilan yaratilgan. Insonlarga insonlarni, eshakka, otga otni. Hamma narsani o'zini jufti bor. Alloh hech nima narsani bir tog' yaratmagan, har bir narsani o'zini jufti bilan yaratgan. Shu sababdan o'sha narsani iltimos qilardimki, shu berayotgan savolingizga javob ham iltimos tariqasida qabul qilasizlar, hurmatli ishqibozlar. Kanarikaga qo'shish kerak, savani savaga qo'shish kerak, kokilga qo'shish kerak. Agar shu tabiatga, ya'ni O'zbekistondagi jonli tabiatimizga foyda keltirmoqchi bo'lsanglar, sava qushini olib, sava qushiga qo'shinglar. Va uni ko'paytiringlar va jonli tabiatga qaytaringlar ochirganinglardan keyin. Ana bu savobli ish. Ya'ni jonli tabiatimizga nimadir foyda keltiryapmiz-da. Xo'p, nima sababdan qo'shishmaslik kerak degan narsa bu tabiiy savol bo'ladi. O'shanda nimaga qo'shmasligimiz kerak, nimaga qarshisiz degan savol berishligi mumkin, ya'ni kommentariyalarda. Xo'p, bitta narsa bor, umuman o'zi gibrid, ya'ni hachir, o'zbekchasiga hachir deyiladi. Bular bolalamaydi. Ya'ni o'zidan keyin avlod qoldirmaydi, u o'sha joyda tugaydi degan narsa. Endi qanaqadir qismi ko'payayotgan bo'lishi mumkin, qanaqadir qisman nimadir qilib ximikatlar bilan uni bir-biriga qo'shib ochirayotgan bo'lishimiz mumkin. Gibriddan ham bola olamizku deb qolishi mumkin kimdir, lekin men ko'zim bilan ko'rmaganman. U gibrid degani kanalga qo'shib yoki yana bitta gibrid modaga qo'shib jo'ja olishganini men ko'zim bilan ko'rmadim shu vaqtgacha. Shu sababdan yana bir narsa aytaman, o'zbekchasiga hachir deyiladi, ya'ni o'sha nima qilinmaydi, ya'ni u gibrid bo'ladi, ya'ni bola bermaydi u narsa, ya'ni o'sha joyda yakunlanadi. Ya'ni bitta turni yo'q qilish yoki bitta turni tabiatga chiqib ketib qolsa bizish bilan yakunlanadigan narsa. Shuning uchun men qarshiman. Yana bir narsa, umuman iloji boricha qo'shmagan ma'qul. Bo'ldi. Hamma narsani o'zining jufti bor, o'sha juftiga qo'shgan ma'qul. Mana qisqagina sizlarga savolingizga javob. Yana bir narsa keza kelganda aytishim kerak. Juda ham ko'plab qushlar, juda ham ko'plab tabiatimizdagi yovvoyi qushlarni qirib olayotganligimiz. Oldin ovchilar bo'lardi, faqat uni narlarini, ya'ni yoshi kattalarini tutilardi va ishqibozlarga sotilardi. Ya'ni modalari, mahkiyonlari u tabiatga qaytarilardi. Hozir yoppasiga hujum ketgan jonli tabiatga, ya'ni uni jo'jasi bormi, kichkinagina yuziga hali rang kirgan, kirmagan yoki katta tullagi bormi, boshqasi bormi, nari bormi, hammasini tutib yotishibdi. Modasi bormi, makiyoni bormi, tutib yotishibdi. Shuni iltimos qilib qolardimki, ko'cha-ko'yda, bozorda, qush bozorlarida ko'rsanglar, olmanglar o'shani. Sizlar olmasanglar, ovchilar tutmaydi. Ishqibozlar olmasa, ovchilar tutmaydi uni. Bo'ldi, olmanglar o'sha narsani. Olmanglar, menga kattasini ber, sayrog'i borini ber. Unisini ham, bunisini ham olib, uni uyga olib borib, qafasga solib o'ldirib, tabiatimizdagi bir narsani, ya'ni jonli tabiatni kamaytirishga xizmat qilayotgan bo'lib qolamiz. Olmanglar, yoppasiga men sizlarni bir narsaga chaqirardim, jo'ja qushlarni, moda qushlarni olmaslikka. Ovchiga ham, tutib kelayotgan, sotayotgan, galalab sotayotgan odamga qush bozorida baraka topkur, buni uchirib yubor, naridan oling, men bunisini olib kelib sot deb aytib ketishinglarni sizlardan iltimos qilaman. Xo'p, bu savolga javob berdik. Ikkinchi savolimiz, qushlarni olamiz, ko'pincha qushdan yaxshi sayroq chiqmaydi yoki qushni olamiz, falon pulga, voy liniya deyapti, u deyapti, bu deyapti, olamiz. Lekin o'shani qushdan yaxshi qush chiqmadi. 4 ta kalina oldi, 5 ta kalina oldi deyotgan savollarga yana bir javob beramiz. Kanariyga qushlari o'zi oluvchi, ya'ni qabul qiluvchi qushlar hisoblanadi. Nimani qo'yib bersangiz, o'shani qabul qiladi. Chorsu bozoridanmi, boshqa bozordanmi olib u qushni jo'jasini zapisga qo'ysangiz ham qanchadir qisman zapis oladi. Sababi u o'zi qonida, ya'ni instinkt bo'ladi, bitta narsani eshitib qaytarish. Misol uchun 4 tami, 5 tami kalina olib aytaveradi. Lekin hammasini bezbirak boshidan oxirigacha sifatli, ya'ni sifat darajasi oliy bo'lgan darajada kalinalarni aytish bu qonga bog'liq. Shuning uchun qon deyiladi.
falon puldan sotayotganlar, falon puldan nima qilayotganligi bir narsa aytamiz. Ya'ni olib sotarchilik. Olib sotarchilik Afsanchiy Napiyevda mumkin emas. Sababi olib sotarchilik. Sababi siz bilan men bitta ishqiboz bo'lsak, o'sha qushni ya'ni kimdan olamiz? O'shani qoniga qiziqib, o'sha qushni yaxshisini olishga harakat qilib, "Voy falon chekadan, voy falon chekadan olamiz", to'g'rimi? Borib. Ana endi o'sha odam o'zi na bir qon qilgan, na o'zi bir narsa qilgan, o'zida anta chiqib olib nimadirlar qilib bidir qilib aqllilik qilsa, to'rtta narsani o'rganib olib, u biladi degani emas. Yoki u liniyaga solib qo'ydim degani emas. Hozir juda ham ko'p chiqibdi, ana liniya qushim o'zim qilib qo'yganman liniyani. Qatdan qilib qo'yasan, liniya nimaligini tushunmasang, liniyani qanaqa chiqarish tushunmasang, liniya o'zi qanaqa qilinishini bilmasang, tog'dan bog'dan qilib o'zingcha og'zing kelganini valdirab, liniya deb jo'ja sochishni bilasan faqat. Bo'ldi shu. Shuning uchun men sizlardan bitta narsani iltimos qilardim. Olib sotarlardan qush olmanglar. Bo'ldi shu. Agar imminni qon uchun shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, imminni Afsanchiy Napiyev uchun shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, bo'ldi, olib sotardan olmaydi. Endi olib sotar kimligini o'z sekin bilib olsanglar bo'ladi. Gruppada tinimsiz 10 talab, 20 talab, 30 talab qush tashlayaptimi, u demak olib sotar. Bo'ldi, ovod sotyapti. Zavodchik o'zi zavod qilayotgan, o'zi qush chiqazayotgan, o'zi yaxshi qush bilan shug'ullanayotgan odam hech qachon 30 talab, 40 talab qush tashlab sota olmaydi. Sababi uni ochirish kerak. Uni ochirish kerak. 100 ta qush boqib turib, 100 ta qush parlasangiz, birinchidan yaxshi qush chiqaza olmaysiz, sababi sifat yo'qoladi. Sifat yo'qoladi. Mana tabiiy sizlarga bitta narsani aytib qo'yaman. Olib sotar kimligini bilib olishinglar, qanaqa bilib olishinglarni sirini aytib qo'yaman. Bo'ldi. Endi bizga shunaqa savollar kelyapti. Men bunaqa qush olaman, falonchidan liniya qilib qo'ygan ekanlar, falonchiga men bunaqa qilib qo'ygan ekanlar. Qilib qo'ymagan o'sha liniyani. O'sha qilib qo'ymaganligi uchun falonchiga endi olsani, yeb olsan. Bo'ldi shu. O'sha ishqibozlarimizga aytamiz. Bo'ldi, yeb olsan. Yana bir marta aytaman, liniya haqida savol ber, tog'dan bog'dan qilib kasha qiladi deyman. Doim o'sha ishqibozga aytaman. Keyin 30 talab, 40 talab, 100 talab qush tashlayaptimi sotishga? 30 ta qush tashlayapti, bitada tashagan. Bo'ldi, u olib sotar. U zavodchik emas. U senga yaxshi narsa berib bera olmaydi. Shuni bilib qo'y. Zavodchik odam o'zini qushini birinchidan ehtiyot qiladi. Ikkinchidan u 30 talab qush sota olmaydi, sababi u 100 ta gapim mana yuqoridagi gapimga taqoymi? 100 ta qush parladingizmi? Demak, qushingiz sifati yo'qoladi. Ya'ni sayros sifati, qon sifati yo'qolib ketadi. Bo'ldi. Unda yaxshi narsa olish qiyin. Yaxshi qush boqadigan odam sanoqli qush boqadi. 40 tami, 30 tami qush boqadi, vaqti bilan dam beradi, vaqti bilan ishlatadi. Liniya qilgan odamda o'zi jo'ja chiqishi qiyin bo'ladi. Sababi jo'ja u qon bir-biriga shunaqa bir-biriga keladigan rovna bo'lib, u qonda yo tuxum ichida jo'ja o'ladi, yo tuxum ichidan chiqib jo'ja o'ladi. Noziy, slaviy jo'jachalar ochiladi. Men liniya sirini oching. Slaviy jo'jachalar ochiladi, lekin zapsga qo'ysangiz aqli butun, kallasi butun qushlar ochiladi. Ya'ni zaps 10 ta qo'yasiz, 8 ta natija bo'ladi. Rezultat 8 ta qushga bo'ladi. Tushunasizlar? Ikkitasini deb o'ylamaylik bola. O'rta. Xuddi shunaqa narsa. Bitta eng zo'r siri o'sha 30 talab, 20 talab qush tashlayaptimi, bo'ldi, olib sotar. O'shani ketidan tirikchilik qilyapti, o'shani ketida o'tiribdi, o'shani ketidan non topyapti. Mayli, qandini ursin, non topyapsan, lekin Afsanchiy Napiyevda olib sotari joyi emas Afsanchiy Napiyev. Afsanchiy Napiyev rosmini qon bilan shug'ullanadigan, rosmini yaxshi narsani rezultat qiladigan odamlarning joyi. Bo'ldi, uni bo'shatish kerak va o'rta bozorga o'tish kerak bo'ladi. Men o'zi o'rta bozordanman. Men o'rtakashman, tan olish kerak bo'ldi. Men Afsanchiy Napiyevda eng zo'riman, men undoman deb yeng kelgan ishqibozlarga bir maslahat berib, tog'dan bog'dan qilish kerak emas. Bo'ldi, sizlarga o'sha sirni ochib qo'yaman. Ya'ni xuddi shunaqa. Kuzatinglar, gruppalarda voy mo'mincha qush tashlab yuboradilar, faloncha qilib yuboradilar, mo'mincha qilib yuboradilar deydi hamma bir-biriga kelganda. Men aytaman doim, sen kuzat o'shani. Kuniga 20 ta 30 ta qush tashlayaptimi? Bo'ldi, u Afsanchiy Napiyevda zavodchik emas. U zavod qilmaydi o'qish. U ishqiboz zavod qilmaydi. U faqatgina tirikchilik qiladi. O'tdan yig'ib keladi va senga sotadi. Sen imminni qon qilmoqchimisan, rostdan qonga qiziqsan, yaxshi narsa chiqazmoqchimisan, sabrli bo'lmoqchimisan, ya'ni ko'r, qiziq, oldin, keyin ol. Bo'li shu. Meni maqsadim O'zbekistondagi yaxshi qushchilarni ko'paytirish. Yaxshi rezultat beradigan. Og'zida rezultat bermasin, qushi bilan rezultat bersin, ya'ni O'zbekistonimizdagi, ya'ni Afsanchiy Napiyev maktabiga qanaqadir foyda keltirib ketsin. Bo'li shu. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Aka, nimaga bunaqa bo'lyapti? Savolingizga mana javob sizlarga. Kuzatinglar, gruppalardan olasizlar qushlar. Kuzatinglar. Bo'ldi, tinimsiz qush tashlayaptimi? Tinimsiz sizlarga nimadir propagat qilyaptimi? Bo'ldi, u olib sotar. U tirikchilik qilish kerak, u sizlarning ustingizdan pul ishlash kerak. Qo'yib bermanglar o'zingizlarning ustingizdan pul ishlashga. Olmoqchimisizlar, zo'r pulga olinglar, yaxshi narsani olinglar.
Yaxshi qush doim qimmat bo'lgan. Arzon bo'lmaydi yaxshi qush. Bu gapim ham menga qarshi ishlashi mumkin, sababi narxini endi ko'tarib olishadi. Endi hozir hamma Afsan Jinapiyev degani, hamma Afsan Jinapiyev oldi. Traynikchi bo'lgan, hozir hamma narxini ko'tarib olsa, u ham menga qarshi ishlaydi, sababi narx yaxshi qush qimmat bo'lishi kerak deb o'zicha qimmat narxga aytib o'tiradi. Mayli aytib o'tiraversin. Ko'p chidamaydi unaqa odamlar, olib sotadilar, sababi uyda qush yig'ilib ketadi, keyin narxini pasaytirib sotish kerak. Narxi qimmat etdimi, olma o'shandan ozgina sabr qilib bab sotadi. Yaxshi qushchi o'zi ushlab o'tiradi narxini. Yaxshi qushchi, ya'ni qushini biladigan, qushiga javob beradigan odam modasini ham qimmat etadi, narini ham qimmat etadi, lekin ketiga javob beradi. Xuddi shu, hurmatli ishqibozlar. Xo'p, undan keyingi savolimiz, kunlar isib ketdi, nima bo'lyapti? Issiq sovuq chalinyapti, qushlarimiz sullab ketyapti yoki bitlab ketyapti. Bitlash o'zi sezon. Hozir shunaqa sezon, sekin-sekin sovuq tushadi, ataplenalarni yoqamiz, qo'shimcha pechkalar yoqiladi, shundan bitlaydi. Shuning uchun hozir qattiq sovuqqa kirgunimizcha bitta yaxshilab dezinfeksiya qilamiz qushxonalarimizni, qo'noqlarimizni va har 3 oyda, ya'ni kvartalniy deydi o'zi, har kvartalniyda o'zi bitga qarshi dorilar turish kerak. Biting bo'lsa, bo'lmasa qushingda. Ya'ni bit bor, yo'q, u farqi yo'q. Kvartalniy bitta qilib turish kerak. Har oy yengil bitta bitga qarshi dori o'tib ketish kerak, ya'ni qushlarga. O'shanda qushlaringiz qiynalmaydi, yaxshi ishlaydi, ko'p tullamaydi. Tullashi asoratlari havo alishganligidan, bitlaganligidan qush, ya'ni yemishi yo'q kuchayib ketganidan, yo'q slabiyligidan. Bo'lishi shu. Ketma-ket tullovni asoratlari, tullovni bir ko'rinishlari mana shu narsalardan iborat. Xo'p, berilgan savolga qisqagina javob berib o'tdi. Biz gaplarimiz bilan hech kim ko'yniga, hech kim savdasiga tegish niyatimiz yo'q. Shunchaki ishqibozlardan kelgan ko'p savol. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Sayyor qushlar Ro'shan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Ro'shan Azamatov bo'ldim. Faqatgina like bosishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Podpiska ko'paysa zo'r bo'lardi kanalimizda. Xudo xolisa hammalardan like so'rab qolamiz. Charchamaydi.